Bugun men sizlarga 1500 ming so'm olganlar uchun juda muhim bo'lgan xabarni tushuntirib beraman. Bu mavzu ko'pchilik oilalarga, ayniqsa ijtimoiy yordam, nafaqa, kompensatsiya, moddiy ko'mak yoki bir martalik to'lov olgan fuqarolarga bevosita tegishli. Agar siz yoki yaqinlaringiz yaqinda 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, albatta oxirigacha eshiting. Chunki ayrim holatlarda bu pul bo'yicha qo'shimcha tekshiruv, qayta hisob-kitob, hujjat talab qilinishi yoki yangi imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Men bu videoda vahima tarqatmayman, lekin e'tiborsiz ham qoldirmayman. Chunki ko'p odamlar pul tushganini ko'rib xursand bo'ladi. Lekin keyin nima uchun tushdi? Qaytarib olinmaydimi? Keyingi oy yana beriladimi? Boshqa yordamga ta'sir qilmaydimi degan savollarni kech so'raydi. Shu sababli hozir aytayotgan ma'lumotlar har biringiz uchun muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday yangiliklarni oddiy tilda odamlar tushunadigan qilib izohlab boraman. Avval qanday edi? Avvallari ko'pchilik ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotni mahalla, bank, pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotga borib bilardi. Kimdir pul tushganini bank kartasidan ko'rardi, kimdir SMS kelishini kutardi. Yana kimdir qo'shnimga tushibdi, menga tushmadi deb mahallaga borardi. Jarayon ko'pincha og'zaki tushuntirishlarga bog'liq bo'lib qolardi. Natijada odamlar bir xil holatda turli javob eshitardi. Biriga kutib turing deyishardi, boshqasiga hujjat olib keling deyishardi. Yana biriga ro'yxatda yo'qsiz deyishardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan. Ko'p to'lovlar fuqarolarning daromadi, oilaviy holati, ro'yxatdagi a'zolari, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, farzandlar soni, bandlik holati, pensiya yoki nafaqa olishi kabi ma'lumotlar asosida tekshiriladi. Ya'ni endi faqat mahalladagi tavsiyanoma yoki bitta ariza yetarli bo'lmasligi mumkin. Elektron bazalar o'zaro solishtiriladi. Agar sizga 1500 ming so'm tushgan bo'lsa, bu pul ma'lum asos bilan berilgan bo'lishi kerak. Shu asosni bilish juda muhim. O'zgarish nimada? Eng katta o'zgarish shuki, endi to'lov tushgani yakuniy qaror degani emas. Ayrim to'lovlar dastlab ajratiladi, keyin aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Masalan, oilaning daromadi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, oilada aslida ishlovchi shaxs bo'lsa, kimdir boshqa hududda ro'yxatda turgan bo'lsa, bank kartasi boshqa odam nomida bo'lsa yoki hujjatlarda tafovut chiqsa, keyin savol tug'ilishi mumkin. Men aynan shuning uchun pul tushdi bo'ldi, hammasi joyida deb beparvo bo'lmaslikni maslahat beraman. Endi 1,5 million so'm olganlar nimalarni bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda bu pul sizga qaysi asosda tushganini aniqlang. Ba'zan odamlar kartasiga pul tushadi, lekin izohini ko'rmaydi. Bank ilovasida to'lov nomi qisqartma bilan chiqishi mumkin. Masalan, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, moddiy ko'mak, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oila yordami, subsidiya, bir martalik yordam yoki boshqa nom bilan ko'rinishi mumkin. Agar siz to'lov nomini aniq bilmasangiz, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qaysi tashkilotdan kelgani, sana, summa va ba'zan to'lov maqsadi yoziladi. Masalan, bir oila bor, ota vaqtincha ishlamayapti, ona uyda 3 nafar farzand bilan o'tiribdi. Oilaning rasmiy daromadi juda kam. Ularga 1,5 ming so'm moddiy yordam sifatida tushdi. Bu holatda agar oilaning hujjatlari to'g'ri bo'lsa, yashash manzili, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati va daromad bo'yicha ma'lumotlar bazada to'g'ri aks etgan bo'lsa, ular ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Lekin baribir to'lov sababini yozib qo'yish, SMS yoki bank ko'chirmasini saqlab qo'yish kerak. Ikkinchi misol, fuqaro 1,5 ming so'm oldi, lekin o'zi rasmiy ishda ishlaydi. Turmush o'rtog'i ham rasmiy daromadga ega, oilada mashina yoki tadbirkorlik faoliyati bor. Bunday vaziyatda savol tug'ilishi mumkin. Yordam haqiqatan ham shu oilaga tegishlimi yoki tizimda eski ma'lumot qolib ketganmi? Men bunday holatda darhol tegishli tashkilotga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki keyin siz noto'g'ri ma'lumot bergansiz degan gap chiqmasligi uchun odam o'zi oldindan aniqlashtirib qo'ygani yaxshi. Uchinchi misol, keksa ona o'g'lining kartasidan foydalanadi. To'lov onaning nomiga ajratilgan, lekin karta o'g'il nomida yoki aksincha yordam oilaga tegishli, lekin pul boshqa a'zo kartasiga tushgan. Bu holat juda ko'p uchraydi. Bank kartasidan foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak. Agar to'lov aniq bir shaxsga tegishli bo'lsa, imkon qadar o'sha shaxsning o'z nomidagi kartaga tushgani ma'qul.
Chunki keyin pul kimga berilgan, kim ishlatgan degan masala paydo bo'lsa, hujjat bilan isbotlash oson bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Men buni aniq aytaman. Agar siz pul nima uchun tushganini bilmasangiz, hujjat topshirmagan bo'lsangiz, ariza bermagan bo'lsangiz, oldin bunday yordam olmagan bo'lsangiz, lekin birdan 1000-5000 so'm tushgan bo'lsa, albatta aniqlashtiring. Chunki texnik xato bo'lishi mumkin, familiya yoki karta raqami adashgan bo'lishi mumkin, eski ariza bo'yicha kechikkan to'lov bo'lishi mumkin. Yoki sizning nomingizga kimdir ariza yuborgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz ilgari ariza bergan bo'lsangiz, mahalla yoki tegishli idora orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizga falon sanada pul tushadi deb aytilgan bo'lsa, bank ko'chirmasida to'lov maqsadi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, unda haddan tashqari vahimaga tushish shart emas. Biroq men baribir to'lovni tasdiqlovchi ma'lumotlarni saqlashni maslahat beraman. Chunki hayotda hujjat so'raladigan vaziyatlar ko'p bo'ladi. Yana bir muhim jihat 500 ming so'm bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Doimiy nafaqa bo'lishi shart emas. Ko'pchilik shu yerda adashadi. Bir oy pul tushsa, endi har oy tushar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa ba'zi to'lovlar faqat bir marta beriladi. Masalan, og'ir ijtimoiy ahvol, favqulodda holat, davolanish xarajati, oila boshlig'i vaqtincha daromadsiz qolishi yoki maxsus dastur doirasida ajratilgan yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyingi oy ham pul kutishdan oldin to'lov turi va muddati aniqlanishi kerak. Pul boshqa yordamlaringizga ta'sir qiladimi? Bu savol ham juda ko'p beriladi. Agar 1,5 million so'm daromad sifatida hisobga olinadigan to'lov bo'lsa, keyingi ijtimoiy yordamlarni baholashda e'tiborga olinishi mumkin. Agar u kompensatsiya yoki maqsadli yordam bo'lsa, ayrim holatlarda daromad sifatida olinmasligi mumkin. Bu yerda umumiy gap bilan qaror chiqarib bo'lmaydi. Men har doim shuni aytaman. To'lov nomini bilmasdan turib, uning oqibatini aniq aytish noto'g'ri. Shuning uchun birinchi qadam to'lov manbasini aniqlash. Birinchi nozik jihat ro'yxatdagi oila tarkibi. Ko'p odamlar amalda alohida yashaydi, lekin propiska bo'yicha bir joyda turadi. Masalan, qiz turmushga chiqqan, boshqa uyda yashaydi, lekin ota-onasining uyida ro'yxatda qolgan. Yoki o'g'il Rossiyada ishlaydi, lekin uyda ro'yxatda turadi. Elektron tizim buni ko'rib, oila tarkibini boshqacha hisoblab yuborishi mumkin. Natijada yordam miqdori kamayishi, ariza rad etilishi yoki tushgan pul bo'yicha qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Shu sababli oilaviy tarkib hujjatlarida ham, amalda ham imkon qadar mos bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat norasmiy daromad. Ko'pchilik men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim hollarda bank aylanmalari, tadbirkorlik faoliyati, ijara daromadi, avtomobil oldi-sotdisi, fermerlik yoki boshqa manbalar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, fuqaro kam ta'minlangan sifatida yordam olgan, lekin bank kartasida har oy 5 ming so'm kirim chiqim bor. Bu mening pulim emas, tanishlarim o'tkazgan desa ham izoh kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta aylanmalariga beparvo qarash kerak emas. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi fuqarolar menga 1,5 million so'm tushishi kerak edi, lekin kartaga kamroq tushdi deb shikoyat qiladi. Sabab nima bo'lishi mumkin? Bank krediti, aliment ijro hujjati, jarima yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha avtomatik ushlab qolish bo'lishi ehtimoli bor. Ayrim ijtimoiy to'lovlar himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa umumiy hisobga tushganda ushlab qolinishi mumkin. Bunday holatda bankdan ham, majburiy ijro organidan ham yozma ma'lumot olish kerak. To'rtinchi nozik jihat firibgarlar. 1,5 million so'm olganlarga yana qo'shimcha syurpriz bor. Kartangizni tasdiqlang, kod yuboring. Arizani men qilib beraman degan xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamingizdan tashqari amal qilish muddati va CVV kodini aytmang. Telegram orqali kelgan shubhali havolalarga kirmang. Davlat yoki bank xodimi sizdan parol, SMS kod, karta orqa tomonidagi raqamni so'ramaydi. Agar shunday so'rashsa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. 5-nozik jihat. Syurpriz deganda hamma ham qo'shimcha pul tushadi deb tushunmasin. Ba'zan syurpriz degani yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. Masalan, to'lov muddati uzaytiriladi, ayrim fuqarolar qayta ro'yxatdan o'tadi. Qo'shimcha yordamga ariza berish imkoniyati ochiladi.
Lekin ba'zan syurpriz degani tekshiruv ham bo'lishi mumkin. Ya'ni oldin berilgan 1500 ming so'm bo'yicha ma'lumotlar qayta ko'rib chiqiladi. Men shuni aniq tushuntirmoqchiman. Yaxshi xabarni ham, tekshiruv ehtimolini ham hujjat bilan qarshi olish kerak. 6-nozik jihat pulni darhol sarflab yuborish. Albatta, odamga pul kerak bo'ladi. Kimdir dori oladi, kimdir oziq-ovqat qiladi, kimdir qarz yopadi, kimdir bolaga kiyim oladi. Lekin agar siz pulning manbasini bilmasangiz, uni darhol to'liq sarflab yuborishdan oldin aniqlashtiring. Chunki agar keyin xato to'lov deb topilsa, qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Men har doim shunday maslahat beraman. Avval to'lov sababini bilib oling, keyin rejali ishlating. 7-nozik jihat hujjatlarda ism familiya farqi. Ba'zan lotin va kiril yozuvida ism boshqacha yoziladi. Pasportdagi familiya bilan bankdagi ma'lumot mos kelmaydi. Tug'ilgan sana xato kiritilgan bo'ladi. Bunday kichik xatolar katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, bank ko'chirmasida boshqa yozuv, idora bazasida boshqa yozuv, mahalla ro'yxatida yana boshqacha yozuv bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki tekshiruv cho'zilishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni bir marta sinchiklab tekshirish kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadamma-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, bank ilovasidan yoki bank filialidan to'lov bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada sana summa yuboruvchi tashkilot va to'lov maqsadi ko'rinsin. Agar ilovada faqat summa ko'rinib izoh chiqmasa, bankka murojaat qiling. Mening kartamga 500 ming so'm tushdi. Ushbu to'lov qaysi tashkilotdan va qaysi maqsadda kelganini bilmoqchiman deb so'rang. Ikkinchi qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'yicha mas'ul tashkilotga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi ma'lumotlari, bank ko'chirmasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, agar kerak bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi. Daromad haqida hujjat, ishsizlik yoki bandlik holatini tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Hamma hujjat kerak bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor bo'lsa vaqt yutasiz. 3-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala noaniq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatni oddiy qilib yozing. Mening nomimga yoki kartamga 1500 ming so'm miqdorida to'lov kelib tushdi. Ushbu to'lov qaysi asosda ajratilgani? U bir martalikmi yoki davomiy to'lovmi? Keyingi ijtimoiy yordamlarimga ta'sir qiladimi? Qayta hisob-kitob talab qilinadimi? Shu bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, keyin sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, oilaviy ma'lumotlaringizni tekshiring. Kim ro'yxatda turibdi, kim amalda yashaydi, kim rasmiy ishlaydi, kim pensiya oladi, kim talaba, kim nogironligi bo'yicha nafaqa oladi. Agar ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, yangilash kerak. Masalan, farzand tug'ilgan, lekin tizimda aks etmagan bo'lishi mumkin. Yoki kimdir vafot etgan, lekin ro'yxatdan chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar ijtimoiy to'lov hisob-kitobiga ta'sir qiladi. 5-qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Agar pul tushgandan keyin sizga begona raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa, pulni tasdiqlash kerak. Kod ayting, ariza to'ldiramiz desa, darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Telegram, SMS yoki ijtimoiy tarmoqlardagi havolalar orqali karta ma'lumotlarini kiritmang. Men ko'rgan eng og'riqli holatlardan biri shuki, odam yordam pulini oladi, xursand bo'ladi, keyin firibgarga SMS kodini aytib butun puldan ayriladi. 6-qadam, pulni maqsadli sarflash rejasini tuzing. Agar bu yordam sizning oilangizga qonuniy va aniq asosda berilgan bo'lsa, uni eng zarur ehtiyojlarga yo'naltiring. Masalan, birinchi navbatda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal qarz, bolalarning maktab xarajatlari, davolanish yoki muhim qarzlarni yopish. 1500 ming so'm bugungi kunda katta muammolarning hammasini hal qilib bermasligi mumkin. Lekin to'g'ri ishlatilsa, oilaga ancha yengillik beradi. 7-qadam. Keyingi to'lov bo'yicha muddatni aniqlang. Agar bu yordam davomiy bo'lsa, qaysi sanalarda tushishi, qayta ariza kerakmi? Har necha oyda tekshiruv bo'ladimi? Daromad o'zgarsa xabar berish kerakmi? Shularni bilib oling. Agar bir martalik bo'lsa, keyingi oy shu pulni kutib byudjet tuzmang. Chunki odam keyingi oy ham 1500 ming so'm tushadi deb qarz olsa, keyin pul tushmasa, yanada qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. 8-qadam. Agar pul sizga noto'g'ri tushgan deb o'ylasangiz, yashirmang. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar tushdimi demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar xato bo'lsa,
keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari noto'g'ri to'lovni yashirish keyingi yordamlar arizalar va ishonchlikka salbiy ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri yo'l bank ko'chirmasini olib tegishli idoraga borib, mana shunday pul tushdi, men sababini bilmayman, aniqlashtirib bering deyish. 9-qadam barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Bank ko'chirmasi, ariza nusxasi, javob xati, SMS xabar, mahalla bergan ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlar, farzandlar guvohnomasi, daromad ma'lumotnomasi. Hozir telefon bor. Hammasini rasmiy olib alohida papkada saqlab qo'ying. Agar bir yil o'tib savol tug'ilsa ham sizda dalil bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Kimda hujjat bo'lsa, masalani tezroq hal qiladi. Kim faqat menga shunday deyishgandi desa, isbotlash qiyin bo'ladi. 10-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval mahalla yoki tuman darajasida aniqlashtiring. Natija bo'lmasa, tegishli vazirlik yoki ijtimoiy himoya organining rasmiy qabul kanallari orqali murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon ariza berdingiz? Qachon pul tushdi? Qancha tushdi? Kimga murojaat qildingiz? Qanday javob oldingiz? Nimani so'rayapsiz? Shunda murojaatingiz ancha kuchli bo'ladi. Yana bir amaliy maslahat. Qo'shnilarning gapiga qarab qaror qilmang. Falonchi oldi, men ham olishim kerak. Ular qaytaribdi, sen ham qaytarasan. Bu pul hammaga beriladi degan gaplar ko'p bo'ladi. Har bir oilaning holati alohida. Bir oilada 3 farzand bor, boshqasida bitta. Birida rasmiy daromad yo'q, boshqasida 2 kishi ishlaydi. Birida nogironligi bor, a'zo bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun bir xil 1500 ming so'm tushgan bo'lsa ham asoslari har xil bo'lishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, alohida e'tibor bering. Pensionerlarga tushgan qo'shimcha pul pensiya qayta hisob kitobi, kompensatsiya, bir martalik yordam yoki boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limidan aniqlashtirish kerak. Agar siz bolalar nafaqasi oluvchi ona bo'lsangiz, to'lov, farzandlar soni, yoshi, oilaning daromadi va ro'yxat holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, to'lov nogironlik nafaqasi, parvarish puli, tibbiy ehtiyoj yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz vaqtincha ishsiz bo'lsangiz, bandlik bo'limi bilan ham tekshiring. Chunki ayrim yordamlar ishsiz sifatida ro'yxatda turganlarga, kasbga o'qitish dasturlariga subsidiya yoki o'zini o'zi band qilishga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir tikuv mashinasi olish uchun subsidiya so'ragan, kimdir asbob uskuna uchun ariza bergan, kimdir o'qish kursiga yozilgan. 1,5 million so'm shunday dasturlardan biriga tegishli bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda pulni boshqa maqsadga ishlatishdan oldin shartlarini bilish zarur. Men yana bir narsani qat'iy aytaman. Agar sizga qo'shimcha hujjat olib kelish kerak deyishsa, muddatni o'tkazib yubormang. Ko'pincha muammo pul tushmagandan emas, odam muddatida hujjat topshirmagandan kelib chiqadi. Bugun boraman, ertaga boraman deb yursa, ariza yopilishi, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqish cho'zilishi mumkin. Shuning uchun hujjat so'ralgan kuni ro'yxat qilib oling. Qaysi hujjat qayerdan olinadi, qancha vaqtda tayyor bo'ladi. Shuni rejalashtiring. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 1,500 million so'm olgan bo'lsangiz, avvalo xursand bo'ling, lekin beparvo bo'lmang. Pul qaysi asosda tushganini aniqlang. Bank ko'chirmasini oling, hujjatlarni saqlang. Kerak bo'lsa mahalla, bank, pensiya yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar hammasi qonuniy va aniq bo'lsa, pulni zarur ehtiyojlaringizga to'g'ri sarflang. Agar noaniqlik bo'lsa, uni bugun hal qiling, ertaga kech bo'lishi mumkin. Men sizlarga shuni maslahat beraman, har qanday yordam. Nafaqa yoki kompensatsiya bo'yicha eng kuchli himoya bu tartibli hujjat va rasmiy javob. Og'zaki gapga, Telegramdagi shubhali xabarga, qo'shnining taxminiga ishonib qolmang. O'zingiz tekshiring, rasmiy manbadan so'rang. Bank ko'chirmasini oling, ariza nusxasini saqlang. Agar sizga ham 1,500 ming so'm tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, pul qachon tushdi, to'lovnoma qanday ko'rindi. Sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi yoki yo'qmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini ham, Google ham yaxshiroq himoya qiladi.